Xabar berib borayotganimizdek, poytaxtimizda 5-Toshkent aksilkorrupsiya forumi o'tkazilmoqda. Ayni jarayonlardan hamkasbimiz Inobat Matyoqubova jonli efirda xabar berishga tayyor. Marhamat, efirda Inobat. Assalomu alaykum, yana bir bor Ilhom. Demak, xabar berib borayotganimizdek 5-Toshkent aksilkorrupsiya forumi ayni paytda juda qizg'in pallaga kirdi va o'sha aytib o'tgan nufuzli xalqaro tashkilot vakillari ko'plab masalalarda o'z fikrlarini, takliflarini beryapti. Aynan mana shu borada O'zbekistonda to'plangan tajribani o'rtoqlashilmoqda. Ayni paytgacha O'zbekistonda korrupsiyani oldini olish bo'yicha qilingan ishlar bugun mana o'rtaga tashlandi, muhokama etildi va bugun kun mavzusidan asosiy 3 ta masala o'rin olgan. Bular korrupsiyaga qarshi sun'iy intellektni qo'llash masalasi va yana bir jihat bu korrupsiyaga qarshi o'qitish masalasi bo'ldi va bu borada menda suhbatdosh bor. Korrupsiyaga qarshi kurash agentligi mas'ul xodimi Jo'rabek Beshimov. Assalomu alaykum. Demak, ayni paytda mutaxassislar tomonidan o'rtaga tashlanayotgan masalalar va bu o'rinda bugungi zamonaviy taraqqiyot borasida, global taraqqiyotda aynan korrupsiyaga qarshi kurashning eng ta'sirchan usullari nimalarda ko'rilyapti? Bugungi kunda korrupsiyaga qarshi kurashish butun dunyo tajribasida korrupsiyani oqibatlari bilan emas, balki uni oldini olishga qaratilgan preventiv mexanizmlarni joriy etishga juda katta e'tibor qaratilmoqda. Preventiv mexanizm sifatida biz asosan davlat organlarining ochiqligini, aholiga, ya'ni ommaviy axborot vositalarining rivojlanishini, jamoatchilik nazoratini kuchaytirilishini, bundan tashqari davlat organlari faoliyatining raqamlashganligi va aholini, davlat xizmatchilarini o'sha korrupsiyaga qarshi bilimini oshirish jihatlarida asosiy usullar, ya'ni preventiv mexanizmlar sifatida ko'riladi. Bugungi o'sha 5-aksilkorrupsiya forumi doirasida ham aynan shu preventiv mexanizmlarni xalqaro tajribada qanday amalga oshirilyapti, O'zbekiston tajribasida qanday usullarda qo'llanilyapti, bu yo'nalishda hamkorlikni yanada chuqurlashtirishning ustuvor yo'nalishlarini belgilash nazarda tutilgan. Jumladan hozirgi sessiyada davom etyapti. Sun'iy intellekt texnologiyalarini, ya'ni korrupsiyaga qarshi kurashishga tatbiq etish, undan so'ng o'sha korrupsiyaga qarshi kurashish bo'yicha fuqarolarni va o'sha davlat xizmatchilarini o'qitish tizimlarini yo'nalishda ham O'zbekiston tajribasi shakllanadi. Juda